ma'naviyat va ma'rifat turkumidagi suhbatlarimizni, mavzularimizni yana davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatlarimizda Samarqand davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Usmon O'rolovich Qobulov bilan adabiyotimizning shakllanishida xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni, uning manba sifatida shakllanishi haqida suhbatlashgan edik. Usmon O'rolovich o'z so'zida xalq og'zaki ijodining shakllanish jarayonlari haqida fikr bildirib, buning manbasi shu xalqning o'zi ekanligini ta'kidlaganlar. Shundan ham adabiyotimizning nozik qirralari, sirli jihatlari haqida qanchalik suhbatlashsak, biz yana ko'p narsalarni anglaymiz, bilamiz. Bugun biz yil boshida Usmon O'rolovich yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yildagi ishlaringizga, ijodingizga baraka tilaymiz. Hazrati Alisher Navoiy tavalludi ham mana shu yilimiz boshida fevral oylarida nishonlanadi. Xalq og'zaki ijodida, Alisher Navoiyning ijodida xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni, jihatlari xususida fikrlashib, o'rtoqlashib olsak, marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir bor sizni ham jamoangizda ham bayram bilan yangi 2026 yil yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Endi aytgan masala bo'yicha Alisher Navoiy ijodi va xalq og'zaki ijodi degan masala adabiyotshunosligimizda juda dolzarb masalasi deb aytishimiz mumkin. Hozirga qadar Navoiyshunoslikda Navoiy ijodi va xalq og'zaki ijodi masalalari bo'yicha anchagina tadqiqotlar olib borildi. Buxoroda masalan bitta doktorlik dissertatsiyasi himoyasini ko'rdik. Himoyasi amalga oshirilgan. Lekin masalaning qizig'i shundaki, xalq og'zaki ijodi biz bilamiz, dunyo xalqlari orasida o'zbek xalqi xalq og'zaki ijodi qadar boy meros ham yo'q. Mustaqil dostonlarni o'zi masalan 60 dan oshib ketadi, 100 ga yaqinlashib qoladi. Yaxshilab boshqa jahon xalqlari bilan qiyoslaydigan bo'lsak, katta xalqlarda bitta yo ikkita yo uchtagacha shunaqa asarlar ko'zga tashlanadi. Xuddi shu nuqtai nazardan Alisher Navoiyni olsangiz ham xuddi shunday Alisher Navoiy ijodi. Alisher Navoiy ijodi sinchiklab e'tibor bilan qarasangiz, bu bir kishining ijodiga o'xshamaydi. Bu butun bir xalqning ijodiga o'xshab namoyon bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan sizni qo'ygan savolingiz juda o'rinli. Ikkita bir millat ichidagi, bir xalq ichidagi ikkita katta bir madaniyatni bir-biri bilan bog'lanishi, uyg'unlashishi, ta'sir masalasi haqida gapirish kerak bo'ladi bu o'rinda. Alisher Navoiy biz yaxshi bilamiz, Sharq mumtoz adabiyotini, jahon adabiyotini, o'zbek adabiyotini bir nuqtada yig'ilgan, bir markazlashgan xazinasi deb olsak bo'ladi-da. Bu ham badiiy nuqtai nazardan, ham g'oyaviy jihatdan, ham janrlar, shakllar nuqtai nazardan, ham tanqidlar va boshqa masalalar jihatidan shunday xulosaga kelishimizga sabab bo'ladi. Chunki ko'plab olib borilayotgan tadqiqotlar yoki olib borilgan tadqiqotlar boshqalarni bir nuqtaga yig'adigan bo'lsak, umuman filologik jarayonda ham adabiyotshunoslik, ham tilshunoslik sohalarida yig'adigan bo'lsak, ko'p masalalar Alisher Navoiy ijodiga kelib yuqori cho'qqiga chiqqanligi namoyon bo'ladi. Xuddi shu nuqtai nazardan xalq og'zaki ijodining ifodalanishini ham Alisher Navoiy ijodi misolida keng ko'lamli anglash kerak. Endi buni biz bir tomonlama qarash juda qiyin. Sababi xalq og'zaki ijodi qanchalik rang-barang bo'lsa, qanchalik boy an'anaga ega bo'lsa, o'sha turli jihatlardan bu Alisher Navoiy ijodida aks etadi. Gap shundaki,
xalq og'zaki ijodining muayyan ijodkorga ta'siri masalasi haqida ko'p gapiriladi. Biroq bunda ijodkor tomonidan xalq og'zaki ijodidagi an'analar to'g'ridan to'g'ri qabul qilinmaydi. Balki ular qayta sayqalana, qayta ishlov beriladi, yangi bir mazmun, mohiyatga xizmat qildiriladi. Masalan, bittagina misol sifatida aytaylik, Alisher Navoiy ijodida masalan yor uzuvlari haqida, masalan ko'zi, qoshi, labi yoki zulfi va holi haqida nihoyatda ko'p tasvirlar beriladi. Klassik adabiyotimizda bu juda ham boy. Ana shular tasvirlab keladi. Alisher Navoiy masalan yorning og'zining go'zalligini, labining chiroyligini tasvirlab keladi. Shunchalik bu nazokatliki, shunchalik chiroyliki deydi. Uni xuddi og'zaki ijod tarafidan kelib chiqib aytadi, bir bor ekan, bir yo'q ekan deb aytishimiz mumkin. Bir ko'rinadi, bir ko'rinmaydi degan ma'noda keltiriladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, och ekanda to'q ekan deb ketaveramiz xalq og'zaki ijodi. Endi Alisher Navoiy ijodi boshqa ma'noga xizmat qiladi. Yoki bu bitta tasvirni o'zini aytadi. Bu minglab, son minglab bunaqa tasvirlar aytamiz. Yoki obrazlarni kirib kelishi, turli masaladagi o'zbek xalq og'zaki ijodida mavjud bo'lgan mifik obrazlarni tasvirga kirib kelish, bu o'zi bir katta jarayon hisoblanadi. Bu og'zaki adabiyotdagi an'analarni yozma adabiyotda foydalanishida bu yerda ikkita katta buyuk madaniyatni to'qnashishidan uchinchi bir holat yuzaga kelganda, jarayon yuzaga kelganda hodisa yuz beradi-da. Shuning uchun juda muhim, masalan, nihoyatda muhim hisoblanadi. Buni biz Alisher Navoiyning hamsa dostonlarni, hamsasiga kiruvchi 5 ta dostonlarni har birida uchratishimiz mumkin, har birida ko'rishimiz mumkin. Yoki o'sha juda katta ulkan lirik merosida o'sha Hazoinul Ma'ani tarkibiga kiruvchi 4 ta lirik devon yoki lirik devonlari yoki farsiy tildagi devoni foniy boshqa asarlarida, Navoiyning tarixiy asarlarida yoki ilmiy asarlarda, nazariy asarlarda, boshqalarda har birida xalq og'zaki ijodini bir o'ziga xos bir manba bo'lib xizmat qilganligi namoyon bo'ladi. Busiz biz Alisher Navoiy ijodini to'laqonli anglashimiz qiyin deb bilaman. Endi bu sohada adabiyotshunoslik usta o'sha Natarmallayevni yoki Oybekni yoki o'sha boshqa donishmand adabiyotshunoslarimizni qarashlari mavjud, lekin bu doimo yangilanib turishi kerak. Masalan, Fitrat Navoiy haqida, Navoiyning xalq og'zaki ijodiga munosabati haqida fikr yuritgan bo'lsa, bugungi 21-asrda bu endi boshqacha nuqtai nazar bilan qaraydi. Davr, zamon o'zini yangicha qarashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan mavzu nihoyatda muhim. Bu borada alohida tadqiqotlar olib borish, alohida chiqishlar qilish, alohida hatto konferensiyalar, anjumanlar tashkil etish imkoniyati bor deb bilaman. Rahmat mazmunli suhbatingiz uchun.